Uning sikey bu harom kitobini. Ekranlaringda ko'rib turgan bu haromi Meksika orqali Amerikaga o'tib, trak haydab, o'sha yerda borib bilgan po'qini yemoqda. Bu o'zbek. Uning sikeyni pidarasini bolasi kitob bilan musulmonlarni musur kitobi manna qo'y pidaras, manna qo'y. Bu itdan bo'lganda bilishimiz kerak. Ota-onasini bilishimiz kerak kimligini. Meksikadan o'tib Amerikaga borib, bu haromi Qur'onni oyoq osti qilib, qo'pol qilib aytganda o'zini peshobi bilan unitazlarga tashlab, bu haromi butun musulmonlarning ustidan kulmoqda. Videoni qo'ldan kelgancha padilitsa qilib tarqatinglarki, buni ota-onasi ko'rsin. Bu haromini hamma joyga tarqataylik aka-ukalar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, faqat ko'rib qo'ysalaring, urmanglar, so'kmanglar. Buni Amerikada yurgan boyvachcha akalarimizdan iltimos, musulmon akalarimizdan iltimos. Buni ustidan jinoiy ish ochirib, O'zbekistonga deport qilinglar. Kitobini